Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Ko'rib o'tishingiz mumkin, yana bir kichkina qassob akalarimiz uchun qassob naborda udara tayyor bo'ldi. Bu naborimizni Toshkentlik akamizga tayyor qilib berdik. Xudo xohlasa, o'ta ham neobishniy bo'lgan naborimiz. Bu naborimizda bitta klapandan bo'lgan chopqisi bo'ladi. Oldiga Samarqand minerallar tushirib berdik. Orqasiga Muhammad Imron, Muhammad Yosir deb ismlarni yozib berdik. Qalinliklari o'ta ham qalin. Suvaga umuman qaytmaydi. Oxirgacha zaklovka bo'lgan yorma. Xudo xohlasa sizlarni ham meni ham hijolat qilmaydi akalar. Buni bitta terishiladigan pichog'i bor. 30 sm общий lezvasidan to sopigacha. Oldiga Samarqand minerallar tushirib, orqasiga ham Muhammad Yusuf deb yozib berdik akalar. Bemalol tonnagacha bo'lgan mollar terisini archoradi akalar. Pichoqlari abumi pachennidan o'ta ham keskir bo'ladi. Bu katta pichog'imiz общий 38 sm akalar. Oldiga Samarqand minerallar tushirib, orqasiga Muhammad Ali deb yozib berdik. Xudo xohlasa soplari chinor daraxtidan bo'ladi. Qalinliklari ham o'ta ham qalin. Tonnagacha bo'lgan novvoslar bemalol pachaqlayverasizlar. Buni o'tkirlash uchun har zamonda bir chaqlash uchun musati bor. Toshlari qalin, xudo xohlasa udar. Kimga xuddi shu pichoqlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatimiz bor.